Biz bugun sizlar bilan Scratch darsini o'tamiz. Xo'sh do'stlar, men birinchi aytadigan gapim obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos do'stlar, ko'radiganlar ko'p, obuna bo'ladiganlar kamda. Nimaga do'stlar obuna bo'lib qo'ysangiz hech nima bo'lmaydi-ku. Betina kam bo'lib qolmaydi. Xo'sh do'stlar, kim Scratch darsini yuklamagan bo'lsa, Google'dan kirib Scratch mana do'stlar, qo'ying. İnternetli do'stlar, hali yuklanganini internetsiz ham kiraverasizlar. Mana endi o'rganib tutganasizlar bor. Şeydan ham o'rgansanglar bo'ladi do'stlar, mana qaranglar. Har xilda do'stlar, endi ulardan o'rganmayman deyman, chunki men o'taman do'stlar. Fayl saqlanib qilish, fayl ochish ekan do'stlar, mana bu saqlanib qilish mana do'stlar, mana endi saqlanib bo'lyapti. Nima do'st, o'moqchi bo'lsanglar saqlanib qilgan narsanglar mana birinchisiga kiraverasizlar. Xo'sh do'stlar, har xil narsalar bor. Qarang, hali hozirga o'rgatdim-ku, mana shu yerda bu mana ko'rsanglar. Start degandan so'ng startni bossanglar ishlaydi. Startni bossanglar mana bo'lsa ichiga kiradiganimiz va bizga katta ham bo'ladi. O'sha aytgan narsalarimiz do'stlar. Xo'p, sizlarga 4-darsda ping-pong degan dars o'taman. Chunki kommentariyaga hech kim yozgisi kelmadi, yozadiganlar kam, obuna bo'ladiganlar kam, ko'ruvchilar ko'p. Do'stlar, men darsim shu edi. Bugun onlayn narsasini o'rgatdim. Onlaynda qanaqa narsalar bo'ladi do'stlar? Va hokazo do'stlar. Ota-onalarga aytsanglar mana shuni o'rganmoqchiman, kompyuter beringlar deb. Kim kompyuter bo'lsa, telefondan YouTubedan ko'rsa bo'ladi. Do'stlar, meni kanalimga obuna